Burun operatsiyasiga borgan qiz nogiron bo'lib qoldi. 22 yoshli qiz burun operatsiyasi uchun Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi xususiy klinikaga borib, 3 oylik komaga tushib qoldi va bir umrga nogiron bo'lib qoldi. Qiz komadan so'ng o'zini mustaqil boshqara olmaydigan darajada nogiron ahvolga tushib qolgan. Xorijga olib borib davolatilgandan so'nggina yura oladigan holga kelgan. Biroq u hozirgacha normal gapira olmaydi va xotirasini yo'qotgan. Unga doimiy bitta odamning nazorati kerak bo'ladi. Qizning onasi klinika tomonidan haligacha biror moddiy yoki ma'naviy yordam berilmaganini aytmoqda. Hozirgi ko'rgan videongiz operatsiyadan keyin uchrashi mumkin bo'lgan og'ir asoratlarni ko'rsatadi. Tibbiyotda har qanday jarrohlik aralashuvi, hatto burun operatsiyasi ham xavfsiz deb hisoblanmaydi. Bunday hollar sababi turli bo'lishi mumkin. Operatsiya vaqtida kislorod yetishmovchiligi, qon aylanishi buzilishi, tromboz, nerv shikastlanishi, infeksiya yoki anesteziya bilan bog'liq asoratlar. Shuning uchun operatsiya vaqti aniq ko'rsatma bo'lsa, to'liq tekshiruvlar va keyin malakali mutaxassis qilishi muhim. Bu video qo'rqitish uchun emas, tibbiy jihatdan ogohlantirish uchun. Agar sizga shunday tibbiy tushuntirishlar kerak bo'lsa, sahifamizni kuzatib boring.